Xayrli kun Istanbuldan Kediköy sahilida paromdaman hozir. Vapurda qarshi tarafga o'tyapman. Qarshi taraf bu. Yoqib o'tsangiz bu tarafga qarshi, bu yoqib o'tsangiz bu tarafga qarshi. Endi hozir Osiyo qismidan Yevropa qismiga o'tyapman. Vapurlar 30 lira. Har xil, lekin Istanbulda juda ham qimmatlashgan. Inflyatsiya ketyapti. Xuddi O'zbekistonga o'xshab. Qimmatchilik. Ana Sultonahmet va Hagia Sofiya. İstanbul Romanik şehir. Hava soğuk. 10 derece ısık. Endi mana bu yoqda tilmeychiliklar diqqatga sazovor joydir. İstanbul sirkasi o'tgan yili ochildi, adashmasam. Restavratsiya qilindi. Mana o'sha mashhur Qiz qalasi. Juda go'zal va sovuq. Bu ham İstanbulda bilasiz, deyarli hamma transport turi bor. Bu ham jamoat transporti. Ajoyib. Xuddi Rossiyada Kamchatkada vertolyotlar jamoat transporti bo'lganda, bu yerda vapurlar ajoyib.